Assalomu avvalambor. Ismim Dilmurod, familiyam Mahkamov. Ko'pchilik nomzodlar savol berishadi. Hozir avtomatik o'qish shart emas ekan, nazariy kerak emas ekan. To'g'ri, nazariy qism ixtiyoriy qilingan. Men imtihonda taqiqlangan vositadan foydalanilsa, imtihondan chetlatiladi va imtihondan yiqilgan hisoblanadi. Amaliy imtihon 2 oy muddatdan oshib ketib qolsa, nazariy imtihon natijasi kuyib ketadi. Ya'ni qayta talab nazariy imtihon topshirishingiz kerak bo'ladi. Imtihon topshiruvchi nomzodlar nazariy imtihon yiqilsa nima bo'ladi? Keyin qanaqa topshirishim mumkin deb savol berishadi. Bu savolga ham to'liq javob berib ketaman. Lekin nazariy imtihon ertasi kuni topshirishim mumkin deb yana shoshib imtihonga kirishni tavsiya qilmayman. Assalomu avvalambor. Ismim Dilmurod, familiyam Mahkamov. Yo'l harakati qonun qoidalari bo'yicha Avtakbar avtomaktabi nazariy qism o'qituvchisiman. Bugungi mavzuyimiz ko'pchilikga qiziq bo'lgan, haydovchilik guvohnomasini olmoqchi bo'lgan nomzodlar uchun nazariy imtihon qanaqa amalga oshirilishi, qanaqa shartlari borligi, nimalar kerak bo'lishi, imtihon jarayonlari qanaqa tartibda davom etadi, imtihondan oson o'tish sirlari, ungacha qanaqa hujjatlarimiz kerak bo'ladi, shu kabi savollarga javob beraman va to'liq ma'lumot berib ketaman. Bu ma'lumotlarni olish uchun Avtakbar sahifasiga obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Xo'p, imtihon markazida imtihon topshiruvchilar asosiy navbatda avtomaktabni, ya'ni tugatgan bo'lishlari kerak. Ko'pchilik nomzodlar savol berishadi. Hozir avtomaktabda o'qish shart emas ekan, nazariy kerak emas ekan. To'g'ri, nazariy qism ixtiyoriy qilingan. Diqqat bilan e'tibor bering. Nazariy qism ixtiyoriy, ya'ni avtomaktabda o'qish shart. Amaliy darslarga tayyorgarlik ko'rish kerak va uni bitirganlik sertifikatini olishimiz kerak bo'ladi. Faqat nazariy qismga majburiy kelib qatnashish shart emas. Xohlasangiz o'zingiz individual tarzda tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin, xohlasangiz ekspress kurslarda, xohlasangiz turli xil avtomaktablarda. Bevosita avtomaktab bitirib, hujjatlarni olgandan keyin har bitta viloyatda imtihon markazlari joylashgan. U joyda nazariy va amaliy imtihon topshirishingiz mumkin bo'ladi. Nazariy imtihon shartmi? Kerak emas-u? Ko'pchilik savol beradi. Amaliy imtihon bo'lsa bo'ldi. Yo'q, nazariy qism shart. Nima uchun? Bevosita yangi haydovchilarni avtomobil yo'llarida yo'l belgi, yo'l chiziqlariga va tartibga soluvchi ishoralarni to'liq bilishi, bu orqali yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'llarda yo'l transport hodisalarini oldini olishni ta'minlash uchun kerak bo'ladi. Birinchi navbatda har bir haydovchi imtihon markazlariga avtomaktabni bitirganlik hujjati bilan boradi. Bu hujjatlar, ya'ni bitirganlik sertifikati, pasporti yoki ID kartasi va tibbiy ma'lumotnomasi bo'lishi shart. Avtotransport vositasini boshqarishga yaroqliligini bildiruvchi. U joyda hujjatlaringiz ko'rib chiqiladi, to'g'riligi tekshiriladi va nazariy imtihon va amaliy imtihonga ruxsat beriladi. Lekin birinchi navbatda amaliy imtihondan oldin nazariy imtihon topshirishingiz kerak bo'ladi. Nazariy imtihon B toifa, ya'ni yengil avtomobillarni boshqarish uchun mo'ljallangan toifa hisoblanadi. Bu toifaga topshiruvchilar 20 ta test savollariga javob topishlari kerak bo'ladi. 20 ta test savol beriladi, shulardan 18 tasiga to'g'ri javob berishlari kerak, 2 ta xato qilishlari mumkin. Agarda xatolar soni 3 ta bo'lib qolsa, nazariy qismdan yiqilgan hisoblanadilar. Keyin qayta imtihon yana ma'lum muddatdan keyin amalga oshiriladi. Oldinlari 1 haftadan keyin nazariy imtihondan yiqilgan bo'lsangiz, 1 haftadan keyin topshira olardingiz. Hozir kunda nazariy imtihondan yiqilsangiz, ya'ni ertasi kuni nazariy qism bo'yicha qayta imtihon topshirishingiz mumkin. Nazariy savollardan agar siz 18 ta yoki undan yuqori savollarga javob bersangiz, imtihondan o'tgan hisoblanasiz. Amaliy imtihonga kirishingiz uchun ham birinchi navbatda nazariy imtihondan muvaffaqiyatli o'tishingiz kerak bo'ladi. Testni bajardik, 20 ta savoldan 18 ta yoki 20 ta javob berdik va imtihondan o'tdik. Bu B toifa uchun. Endi boshqa toifalarga ham test topshiraman, albatta. Bevosita A toifamiz, BC toifamiz, C toifamiz yoki D toifa bevosita test savollari soni 20 ta. Lekin A1 toifamizda bevosita kichik o'lchamga ega bo'lgan ma'lum bir moped, skuterlar uchun mo'ljallangan toifaga A1 uchun test savollari soni 20 ta. 20 ta savoldan 16 tasiga to'g'ri javob bersangiz, imtihondan o'tgan hisoblanasiz. 4 ta xato qilishingiz mumkin. Agar xatolar soni 4 tadan oshib ketib qolsa, imtihondan yiqilgan hisoblanasiz. Eng muhimi, A1 toifaga avtomaktabda o'qish shart emas. 16 yoshga to'lgan nomzodlar pasportingiz,
va tibbiy ma'lumotnoma bilan imtihon markazlariga borib, imtihon topshirish mumkin bo'ladi. Bu yengillashtirilgan tartib hisoblanadi. Ya'ni kichik o'lchamga ega bo'lgan A1 toifaga imtihon topshiruvchi nomzodlar, moped, skuter haydovchilari bevosita avtomaktablarda o'qishlari shart bo'lmaydi. Pasportingiz, tibbiy ma'lumotnomangiz bilan imtihon markazlarida imtihon topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ular uchun ancha soddalashtirilgan. Mahrum etilgan haydovchilar uchun ham izoh berib ketaman. Ya'ni haydovchilik guvohnomasini mahrum etilganlar turli xil sababga ko'ra ular ma'lum muddat yakuniga yetgandan keyin, mahrum qilinganlik muddati yakuniga yetgandan keyin nazariy imtihon bo'yicha imtihon topshiradilar, ham amaliy, ham nazariy bo'yicha. Ular uchun test savollari soni bevosita 50 ta. 50 ta savoldan 46 tasiga to'g'ri javob bergan bo'lishlari kerak. 4 ta xato qilishligi mumkin va imtihondan agar 46 ta to'g'ri javob berishsa, imtihondan o'tgan hisoblanadilar. Lekin imtihon shartlari ham bor. Berilgan vaqt bor. Ya'ni 20 talik savol sizga imtihonga tushsa, bevosita 25 daqiqa vaqt beriladi. B toifaga nomzodlar uchun, yengil avtomobil boshqaruvchi haydovchilar uchun 25 daqiqa ichida siz savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Agar vaqt tugab qolsa ham, bu vaqt davomida ulgurmasangiz ham test savollariga javob berishga imtihondan yiqilgan hisoblanasiz. Bunga e'tiborli bo'lamiz va vaqtga e'tibor berishimiz kerak. Lekin asosiy imtihondan yiqilish uchun bo'ladigan sabab bu vaqt emas, o'quvchining shoshishi. Imtihon jarayonida imtihon shartlariga o'quvchi e'tibor bermaydi. Ya'ni qanaqa? Savolni tez o'qiydi, variantlarga e'tibor bermaydi, rasmga bevosita yoki chorrahali savollarda avtomobil burilish yo'nalishlariga, ya'ni berilgan savol, svetofor ishoralari, tartibga soluvchi ishorani adashtiradi va shoshqaloqlik bilan javob bosadi va imtihondan yiqilishiga sabab bo'ladi. Bunga meni asosiy tavsiyam o'quvchiga imtihon kiryapsizmi, 25 daqiqa vaqtdan unumli foydalanishingiz kerak bo'ladi. Har bir savolni to'liq o'qib, rasmni diqqat bilan kuzatib, avtomobilni burilish yo'nalishlariga, berilgan savolga va bu savol orqali qanaqa variant kelyapti? Testda bu har bir berilgan variantga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Va bu orqali imtihondan yaxshi natija bilan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Lekin o'quvchilar test savollaridan chetlatilishi ham mumkin. Qaysi hollarda deysizmi? Asosiy navbatda o'quvchi qo'shimcha qurilmalardan, ya'ni mumkin qurilmalardan foydalansa, uyali aloqa vositalari, turli elektron qurilmalar, shpargalkalar bo'ladimi? Ya'ni imtihonda taqiqlangan vositadan foydalanilsa, imtihondan chetlatiladi va imtihondan yiqilgan hisoblanadi. Shuning uchun birinchi navbatda imtihon topshiruvchi nomzodlarga birinchi bilimingizga ishonishingiz, test savollarini chuqur o'rganishingiz va har bir savolni shoshilmagan holatda, mazmunni tushungan holatda javob berishingizni tavsiya qilaman. Buning uchun sizga Avtoakbar avtomaktabi yordam beradi. Hozirgi kunda bizni Avtoakbar avtomaktabida nazariy qismda o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham imtihonda to'liq shaklda tayyorgarlik ko'riladi. Barcha elektron vositalarimiz, ya'ni qurilmalarimiz, test savollari mavjud, elektron dasturlarimiz o'quvchiga to'liq ma'lumot berib ketadi. Bu orqali o'quvchilarimiz birinchi urinishda 98% dan yuqorisi imtihondan o'tishadi. Asosiy sababi avtomaktabimizda test savollari soni yodlatilmaydi. Turli xil kalit so'zlarga urg'u berilmaydi. O'quvchi haydovchilikka tayyorgarlik ko'radi. Ya'ni avtomobillarni boshqarish davomida yo'llarda nima bo'layotgani, qayerdan bu belgi maqsadi qo'yilganligini, sababi, agar amal qilmasa asoratlari nima bo'lishi, ya'ni to'laqonli haydovchilarni tayyorlash vazifasini o'z bo'ynimizga olamiz. Nazariy imtihonni birinchi urinishda o'tgandan keyin o'quvchilar amaliy imtihonlarga qiynalishi mumkin bo'ladi. Bu uchun ham yechimimiz bor. Avtoakbar avtomaktabida amaliy darslar bo'yicha ham to'liq bilim, ko'nikma, malakali ustozlar tomonidan amalga oshiriladi. Test savollarini to'liq ishlagan o'quvchilarimizni o'zimiz imtihonga olib borib, imtihondan o'tishiga qo'limizdan kelgancha o'z yordamimizni ko'rsatamiz. Nazariy imtihondan o'tganingizdan so'ng amaliy imtihonga xohlisiz o'sha kuni imtihon topshiring, amaliy imtihon yoki ertasi kuni 2 oygacha vaqtingiz bor. Agar imtihon nomzodlari, ya'ni topshiruvchilar nazariy imtihondan o'tdingiz, amaliy imtihon 2 oy muddatdan oshib ketib qolsa, nazariy imtihon natijasi kuyib ketadi. Ya'ni qaytadan nazariy imtihon topshirishingiz kerak bo'ladi. Buni oldini olish uchun asosiy navbatda o'quvchilarimiz amaliy imtihonga ham chuqur tayyorgarlik ko'rishi kerak bo'ladi.
imtihon topshiruvchi nomzodlar nazariy imtihon yiqilsa nima bo'ladi? Keyin qanaqa topshirishim mumkin deb savol berishadi. Bu savolga ham to'liq javob berib ketaman. Javobni eshitishdan oldin like va podpiska bosib qo'ying. Bu ma'lumotlarimiz qolganlariga ham yetib borishi uchun. Nazariy imtihondan yiqildingiz. Hozirgi kunda imtihon shartlari soddalashtirilgan. Oldinlari bir haftadan keyin qayta imtihon topshirishingiz mumkin bo'ladi. Nazariy qism bo'yicha ham, amaliy qism bo'yicha ham. Hozirda nazariy qism o'zgartirilgan. Imtihondan yiqildingiz, ertasi kuni yana borib nazariy imtihon topshirishingiz mumkin bo'ladi. Amaliy imtihon lekin hali ham o'sha. Endi amaliy imtihondan yiqildingiz, bir hafta tayyorgarlik amalga oshirasiz. Kamchiliklaringizni to'g'rilaysiz, nimada xato qilayotganini o'rganasiz va bir haftadan keyin amaliy imtihon topshirishingiz mumkin. Lekin nazariy imtihon ertasi kuni topshirishim mumkin deb yana shoshib imtihonga kirishni tavsiya qilmayman. Xatolaringiz ustida ishlang, to'liq o'rganing. Bu uchun Avtoakbarni elektron dars qurilmalari platforma yaratilgan. Avtoakbar sahifasiga kirib, test savollariga to'liq tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hattoki izohlari bilan. Avtoakbar dasturi sizga imtihondan oson o'tishga va imtihon shartlarini qanaqa bajarish uchun sizga to'liq yordam beradi. Eng muhim joyini aytib ketaman. Har bir imtihon topshiruvchi buni narxiga ham e'tibor berish kerak qayta kirishdan oldin. Hozirgi kunda imtihon topshirish narxlari nazariy qism bo'yicha birinchi topshirishingiz 1,5 million so'm. Agarda nazariy imtihonni birinchi urinishda o'tdingiz, amaliy imtihon ham 1,5 million so'm miqdorida to'lov amalga oshirasiz. Umumiy miqdor 3 million so'm bo'lyapti. Agarda imtihonlarni qaysi biror biridan yiqilsangiz, misol tariqasida 1 million 600 ming so'm bo'ladi qayta imtihon. Shuning uchun ham o'quvchilarimizga asosiy tayyorgarlik ko'rsatamiz. Ya'ni birinchi urinishda imtihondan o'tishi, keyinchalik qo'rquv bo'lmasligi uchun bor kuchimiz bilan ularni nazariy va amaliy imtihonga tayyorlab beramiz. Bugun sizlar bilan ya'ni nazariy imtihon shartlari qanaqa tarzda amalga oshirilishini sizlar bilan ko'rib chiqdik. Bu ma'lumotlarimiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, Avtoakbar sahifasiga obuna bo'ling. Like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini, sizga manfaatli bo'lishi uchun kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.